Bu video kamida million prosmotr yig'masa, bitta odamni erkaklik g'ururini tiklashga sababchi bo'la olmay qolamiz. Agar siz o'zingizni erkakman deb hisoblasangiz, iltimos, gaplarimni oxirigacha eshiting. Sizni ajratadigan yoki qizg'onadigan 2 daqiqa vaqtingiz 32 yil davomida qilingan umidni ro'yobga chiqarishi yoki butunlay so'ndirib qo'yishi mumkin. Siz ko'rib turgan mana shu xaroba hovlida ham erkak, ham ayolnikiga o'xshagan jinsiy a'zo bilan dunyoga kelgan andijonlik 32 yoshli akamiz yolg'iz onasi va nogiron otasi bilan yashaydi. Siz noto'g'ri eshitmadingiz. Bitta tanada ham erkak, ham ayolnikiga o'xshagan jinsiy a'zo bor. Ular shuncha yil davomida og'ir nuqson bilan, qalbni ham og'ritadigan sinov bilan dunyoga kelishiga qaramasdan, biror marta bu mavzuda odamlardan yordam so'ramagan va bu sinovni Allohdanligiga to'liq iymon keltirgan. Hayolingizga har xil operatsiyalar qildirib, jinsini almashtirib transfer qilib yurganlar kelmasin. Men gapirayotgan asakali birodarimiz tashqi ko'rinishidan xarakteri, gap so'zi, ko'rinishi, kiyinishi, qo'yinki asliyati to'liq erkak, xuddi siz bilan menga o'xshagan. Muammoni bartaraf qilish uchun ular bugungacha naqd 6 marta jarrohlik operatsiyalarini ham o'tkazgan. Lekin afsuski, hech qanaqa samara bermagan. Tushunganingizdek, ular erkaklik yo'lini tanlaganlar va bunga yetarlicha haqqi bor deb o'ylayman. Hozir uylanish yoshidan o'tib ketyapti, erkakning dardini erkak tushunadi. Bunaqa vaziyatda qaysidir ayolni nikohga olish ham hijolatli, ham oxiri yo'q turmushga sabab bo'ladi. Lekin siz 5 ming yo 10 ming so'mni qaysidir ehtiyojingizdan bir martaga bo'lsa ham tiyilib, ehson qilsangiz, akamizning hayotini 180 gradusga o'zgartirishimiz mumkin. May oyida xalqaro darajadagi jarroh androlog Gamidov Safar Isroilovich O'zbekistonga bir kungagina kelyaptilar. Aynan shu mutaxassis juda og'ir muammo bilan yashab kelayotgan birodarimizni chinakam erkaklik hayoti boshlanishiga sababchi bo'lishi mumkin. Faqat operatsiyani xarajatlariga ko'proq pul yig'ishimiz kerak. Oldimizda bo'lsa, bor yo'g'i 10 kun vaqt bor. Ekraningizdagi karta raqamlarga imkoningiz boricha yordam qilib pul o'tkazing. Agar mablag' tomonlama imkoningiz bo'lmasa, Xudo sizni shunaqa qilib yaratmagani uchun shukr qilib, bu murojaatimni erkakman degan va ehson qilishga qurbi yetadigan hamma tanishlaringiz ko'rishiga hissangizni qo'shing. Men hech qachon blogimda bunaqa murojaatlar qilmaganman. Bu videoni maksimal like bosib, izohlarda do'stlaringizni belgilab, repostlarini ko'paytirib, rekomendatsiyaga chiqishiga yordam bering. To operatsiya bo'lguniga qadar sizni tashlagan pullaringizni tiyin-tiyinigacha hisobini berib boraman. Agar pul oshib qolsa, rozi bo'lsanglar, roziliginglar bilan bemor akamizni to'y uchun sarflaymiz. Unutmang, bu video millionlagan foydalanuvchilar orasida bekorga sizga chiqib kelmadi va siz uni bekor